Barchaga assalomu alaykum, hurmatli mahalladoshlar. Biz bugun genetik shifokor, olim ham hattoki Bekzod aka Ibodov bilan suhbatlashamiz. Mavzuyimiz qarindoshlar o'rtasidagi nikoh va uning salbiy oqibatlari haqida. Qarindoshlar o'rtasidagi nikoh nimasi bilan xavfli? Birinchidan, har bir insonda ma'lum bir irsiy kasallik yashirin holatda nasldan naslga o'tishi mumkin, uni o'zi ham bilmasligi mumkin. Bu qarindoshlar o'rtasidagi nikohda qarindoshi bilan agar nikoh qiladigan bo'lsa, ma'lum bir irsiy kasallik yuzaga chiqish ehtimolligi yuqori bo'ladi. Qarindosh bo'lmaganlarga qaraganda 5-6 marta, hattoki 10 marta yuqori bo'lishi ham mumkin. Shunisi bilan xavfli. Irsiy kasallik bu nasldan naslga o'tuvchi, ma'lum bir to'qimani yoki a'zoni zararlanishi bilan kechuvchi kasallik. Bu bo'lishi mumkin. Masalan, irsiy qon kasalligi. Masalan, gemofiliyani misol qiladigan bo'lsak, qon ivishi buziladi. Agar ma'lum bir joyi kesilsa, tirnalsa, qon to'xtamaydi. Irsiy markaziy nerv sistemasi kasalligi bor. Ya'ni bosh miyadagi qandaydir organik kasalliklar. Irsiy tayanch harakat sistemasi kasalliklari bor. Masalan, yurishda nuqsoni bor. Irsiy mushak kasalliklari, irsiy yurak qon tomir kasalliklari bor. Shu demak a'zoni zararlanishiga qarab ma'lum bir yo'nalishlarga bo'linadi bu. Qarindoshlar o'rtasida tug'ilgan farzandlar necha yoshda aniqlanadi asosan va qanaqa kasalliklar? Qaysi kasallik unda mavjudligiga qarab ma'lum yoshda aniqlash mumkin. Masalan, xromosoma kasalliklarini biza o'sha prenatal screeningda, ya'ni ona qornida aniqlashimiz mumkin 100%. Ma'lum bir kasalliklar bor, masalan, endi xromosoma kasalligi u qanaqa bo'ladi? Masalan, Down sindromi yoki Shershevskiy-Terner yoki Klinefelter degan kasalliklarni misol qilishimiz mumkin. Keyingisi. Bunda xromosoma soni bittaga ortiqcha yoki bittaga kam bo'lishi mumkin. Bularni nimasi bilan xavfli? 100% davosi yo'q dunyo bo'yicha. Shunisi bilan xavfli. Tug'ilishi bilan aniqlanadigan kasalliklarga fenilketonuriya, mukovitsidoz yoki tug'ma gipotireozni misol qilishimiz mumkin. Bular o'sha homiladorlik davrida aniqlash imkonsiz. Tug'ilgandan keyin o'sha tug'ruqxonada tovonchasidan qon olish orqali bu aniqlanadi. Ma'lum bir kasalliklar borki, bolalik davrida yuzaga chiqadi. O'smirlik davrida, o'smirlik, bolalik davrida yuzaga chiqadi. Unda shu kasallik belgilari namoyon bo'lganda murojaat qilishadi bizga. Shunisi bilan xavfli. Masalan, qarindosh urug' nikoh qildi, bola sog'lom tug'ildi, homiladorlik yaxshi davom etdi, bola sog'lom, hayotini o'sha 3-5 yoshigacha sog'lom yurgan bola harakatlanishda nuqsonga uchradi. Ya'ni zinalarga chiqib tushishda qiyinchilikka uchrayapti, o'tirsa tura olmayapti, tursa o'tira olmayapti. O'sha Duchenne degan kasallik bu asosan 3 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan oraliqda namoyon bo'ladi. Va bundan tashqari ma'lum bir kasalliklar bor, miopatiyalar deymiz. O'sha boshqa mushak kasalliklari bor. 20 yoshda, 18 yoshda, hattoki undan ham kechroq yuzaga chiqishi mumkin. Bekzod aka, lekin xalq orasida o'sha bir mashhur gap bor. Qarindoshlar nikoh qilgan, lekin farzandlari sog'lom tug'ilganlar ham bor. Bunga qanday munosabat bildirasiz? Qarindoshlar o'rtasidagi nikohda 100% kasal tug'iladi deyilmaydi. Qarindosh bo'lmaganlarda ham genetik kasallik, irsiy kasallik tug'ilishi mumkin. Lekin yana bir tomoni borki, o'sha farzandlari sog'lom tug'ildi degani bu bo'ldi. Keyingi farzandlari ham sog'lom degani emas. Ma'lum bir kasalliklar borki, qarindoshlar o'rtasidagi nikoh farzandlarida emas, ularning nevaralarida yuzaga chiqadi. Masalan, teri kasalliklari bor. Masalan, juda ham xavfli kasallik bulyoz epidermolis kasalligi bor. Yoki ixtiyoz degan kasallik bor. Bular birinchi avlodda emas, ikkinchi avlodda yoki uchinchi avlodda yuzaga chiqishi mumkin. Shunisi bilan xavfli. O'zi shundoq ham biza 5 ta yoki 6 ta kasallik genini tashib yuramiz. Qarindoshlar o'rtasidagi nikohda shu 2 karra ko'payadi. Qanaqa kasalliklarni biz genetik kasallik deymiz? Demak, genetik kasalliklar ikkita asosiy gruppasini farqlashimiz kerak. Birinchisi irsiy kasallik, ikkinchisi tug'ma kasallik. Bular hammasi genetik kasallik deyiladi. Irsiy kasallik bu nasldan naslga o'tadi. O'tishi ham ikki xil. Yuzaga chiqqan holatda namoyon bo'lib nasldan naslga o'tishi mumkin yoki yashirin holatda o'tishi mumkin. Bu irsiy kasallik, irsiylanadi. Tug'ma kasallik esa
ona qornida ma'lum bir teratogen omil natijasida, ya'ni ma'lum bir zararli ta'sirlar natijasida homilaga turli xil zarar yetishi mumkin va u tug'ma nuqson bilan rivojlanishi mumkin. Bu irsiy bo'lmaydi. Bu tug'ma bo'ladi. Ikkalasi ham birgalikda genetik kasallik deyiladi. Ota-onalarning o'zidanchi qanday o'sha genetik kasalliklar bolasiga meros bo'lishi mumkin? Ya'ni boshdan boshlaydigan bo'lsak, masalan, bosh miyadagi turli xil genetik anomaliyalarni misol qiladigan bo'lsak, masalan, mikrosefaliya, bosh miyasini kichkina bo'lishi yoki gidrotsefaliya, bosh miyani juda ham katta bo'lishi. Ko'rganman bunaqalarni. Yoki o'sha bosh miyasidagi turli xildagi organik kasalliklar, polikistoz deydi, kistalarning juda ko'pligi yoki epilepsiya. Bularda ham genetik juda ham rol o'ynaydi. Ma'lum bir bu yerda faqat irsiyat emas, bu yerda o'sha de novo mutatsiyalar ham bo'lishi mumkin. Masalan, ekologik omillar, kimyoviy, fizik va biologik faktorlarni, viruslarni misol qilishimiz mumkin. Virus masalan homiladorlikni birinchi trimestrida homilador ayolga qandaydir virusli kasallik bilan og'risa, u homilaga ta'sirini o'tkazishi mumkin. Masalan, oddiy gripp yoki sitomegalovirus yoki gerpes virusi. O'sha ham homilani qaysidir a'zosini yoki to'qimasini zararlab qo'yishi mumkin. Masalan, ko'z kasalliklarini olamiz, masalan. Tug'ma katarakta yoki tug'ma glaukomalar tug'ilishi mumkin, tug'ma ko'rlar yoki tug'ma kar. Buni boya yuqorida aytganimizdek ikkiga ajratishimiz kerak. Bu irsiymi, nasldan naslga o'tadiganmi yoki hayot davomida orttirilganmi? Genetik shifokorning vazifasi shuni ajratish va ularga tibbiy genetik maslahat berish, ya'ni oilada keyingi sog'lom farzandni rejalashtirish uchun. Biz bilamiz, ko'pincha qarindoshlar o'rtasidagi nikoh davomida ba'zida farqlay olishmaydi. Uzoqroq-ku qarindoshim yoki unchalik yaqin emas-ku degan iddaolarni ko'proq aytishadi. O'zi qarindoshlarni chegarasi bormi? Juda ham ko'p berilgan savol bizaga. Hech qanday qarindosh urug' ikkinchi avlod bo'lsin, xoh uchinchi avlod, to'rtinchi avlod shifokor sifatida buni tavsiya qilmaymiz. Bunaqa paytda farzandlarni sog'ligini xavf ostiga qo'yishga arzimaydi bunaqa narsa, bahonalar. Tibbiyotda shunaqa qonun bor. Agar zarardan ko'ra foydasi ustun bo'lganda shu dorini yoki shu amaliyot qo'llanilishi kerak. Masalan, qarindosh urug' nikohini ular bir tomonlama o'ylasa, nima foyda? Masalan, aqlli, esli hushli, ko'z oldimda o'sgan deydi, maqtaydi yoki boshqa sabablarni keltirishi mumkin. Lekin biza tibbiyot xodimlari shu oilada bitta nogiron farzand tug'ilishini qanchalik bu nima deymiz? Oldini olsanglar. Yomon holat bu. Masalan, keyingi farzandlariga oilalarni ajralib ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni orzu havas qilib jiyanini yoki kimnidir kelin qildi, bola nogiron tug'ilgandan keyin aybdorni qidirishga tushib ketishadi. Mana bugun ham masalan qabulimda 3 ta shunaqa oila keldi. Bittasi homiladorlik davrida o'sha 3 marta homilador bo'lyapti, 3 marta ham nuqsonli bola aniqlanyapti. Ularga tug'ilishini oldinni olib abort qilyapti. Va bu oilada o'sha psixologik muammolarni olib kelyapti va ajralay desa kattalar bu yerda aka singillar turibdi, ajralmay desa farzandi yo'q. 7 yildan beri shunaqa muammo. 7 yildan buyon kurashadi shu oila demak. Homilador bo'ladi, skriningda tushadi, nuqsonli nogiron farzand, bular keyingisiga sog'lomga harakat qiladi. Yana shunaqa, yana shunaqa. Deylik, taqdir taqozosi bilan oilada farzand tug'ildi va o'sha qarindoshlar o'rtasidagi nikoh oqibatida bolajon dunyoga keldi. Va ming afsuski, o'sha bir ma'lumot bizga kelib tushdi va nogiron tug'ilgan. Shu oila bizga savol yo'llayapti. Ya'ni endi nima qilish kerak? Keyingi farzandlarni dunyoga keltirish kerakmi yoki homiladorlikni to'xtatish kerakmi? Qanaqa chora ko'rib vaziyatdan chiqish mumkin? Bolada qanaqa kasallik ekanligi aniqlanadi birinchi navbatda. Ularga tibbiy genetik maslahatdan keyin sog'lom farzand tug'ilishi uchun kerak bo'lgan barcha programma, dasturlar individual ravishda ishlab chiqiladi. Genetikada standart davo, standart tekshiruv degan narsa yo'q. Individual bo'ladi har bir ish. Chunki masalan bitta kasallik geni bor bo'lsa, masalan ma'lum bir kishiga
xuddi shu genni sal boshqacharoq ko'rinishi bo'lishi mumkin. Umumiy maslahat berish to'g'ri kelmaydi, individualni programma ishlab chiqiladi davo uchun. Keyingi farzandlar nogiron tug'ilmasligi uchun yana nima qilish kerak? Demak, o'sha nogiron tug'ilgan bolachani kasalligiga aniq genetik tashxis qo'yish kerak va ota-onani salomatligi tiklanishi kerak. Va homiladorlik davridayoq, tabiiy homiladorlik davrida ularga imkon berish kerak sog'lom farzand tug'ilishi uchun va homiladorlik davrida skrining tekshiruvini bularga chuqurlashtirilgan holda o'tkazish kerak. Va bunday vaziyat ularga ijobiy samara berishi mumkin. Agar ijobiy samara bermasa, bularga eko amaliyoti tavsiya qilinadi. Eko amaliyotida urug'lantirilgan tuxum hujayra, ya'ni embrionlar, bir nechta embrion o'stiriladi-da, embrion har biri tekshirib chiqiladi. Shu kasallik bormi, yo'qmi bunda. Shu kasallikdan xoli bo'lgan, sog'lom bo'lgan embrion ekiladi. Va undan keyin sog'lom farzand ko'rish mumkin. Homilador bo'lgunga qadar homilador ayollar ko'pincha skrining tekshiruvlaridan o'tishmaydi. Shu skrining tekshiruvi o'zi nima? Homilador ayollar uchun nimaga kerak va qarindoshlar o'rtasidagi nikohlardan so'ng skrining qanchalik muhim? Skrining bu saralash degan ma'noni bildiradi. Faqat homiladorlarga buni misol qilish noo'rin. Barcha yoshda, barcha jinsdagi kishilarga buni qo'llash mumkin. Homiladorlik davridagi skriningga kelsak, bu 3 etapda amalga oshiriladi. Birinchi trimestr, ya'ni birinchi 3 oylik, ikkinchi 3 oylik va uchinchi 3 oylikdagi skrininglarni misol qilishimiz mumkin. Faqat qarindosh bo'lganlar, qarindosh bo'lmaganlar ham bu tekshiruvdan to'liq o'tishligi shart. Oldin bir necha yil oldin ma'lum bir qatlam skriningdan o'tardi. Hozir 100% o'tilyapti. Chunki ekologiyani, oziq-ovqatni yoki umuman zararli odatlarni misol qilishimiz mumkin. U ham homilaga ta'sir qilib, bu tekshiruvsiz qolib, ya'ni oilada nosog'lom farzand tug'ilmasin degan maqsadda har bitta homilador ayolga millionlab sarflanadi davlat tomonidan skrining uchun. Ya'ni qondagi o'sha biokimyoviy tahlillar, ultratovush tekshiruvi, mutaxassislar maslahati mutlaqo bepul amalga oshiriladi. Qarindoshlar o'rtasida nikohdan keyin skriningni qanchalik ahamiyati haqida ham. Demak, skrining tekshiruvida qarindoshlar o'rtasidagi nikohdan homilador ham keladi va bizda skrining tekshiruvida ularga 100% bolangiz sog'lom tug'iladi deb ayta olmaymiz bu yerda. Chunki skriningda faqat xromosoma kasalliklari va tug'ma anomaliyalar, ko'z bilan ko'rsa bo'ladigan anomaliyalarni ko'rishimiz mumkin. Masalan, gidrotsefaliya yoki mikrotsefaliya yoki spina bifida deymiz, yoki xromosoma kasalliklari, Down sindromini misol qilishimiz mumkin. Gen kasalliklarini homiladorlik paytida aniqlash juda ham mushkul. Unda invaziv tekshiruv tavsiya qilinadi. Masalan, oilada bitta farzandi shunaqa fenilketonuriya kasalligi bilan chalingan bo'lsa, bular keyingi homiladorlik aniqlandi, ularda o'sha invaziv tekshiruv, ya'ni amniyotsintez, kordotsintez deymiz, homila suvidan olib yoki kindigidan qon olib homilani shu homilada shu kasallik bor yoki yo'qligini tekshirib aniq tashxis qo'yishimiz mumkin. Nikoh qurishdan oldin bo'lib ham qarindoshlar o'rtasidagi nikohlarda mani misol uchun amakimning qizi yoki xolamning nevarasi, men ularga ishonaman, sog'lom, ko'zim oldida o'sdi, ko'zim oldida katta bo'ldi deydigan vajlar bilan ko'riklardan o'tishmaydi. Sizdan so'ramoqchi bo'lganim, nikohdan oldingi ko'riklardan o'tish sog'lom oilalarda sog'lom farzandlarni dunyoga keltirish uchun qanchalik muhim? Nikohdan oldingi tibbiy tekshiruvda genetik testlar tayinlanmagan. Bu yerda demak yuqumli kasalliklar, o'sha venerik kasalliklar nazarda tutiladi yoki psixiatrik, narkologik kasalliklar yoki qandaydir anomaliya yo'qmi bunda? Masalan, ginekolog, reproduktolog bo'lajak kelinlarni ko'rsa, androlog, urolog o'sha bo'lajak otalarni ko'radi. Ko'zimni oldida sog'lom o'sgan degan kishida ham ma'lum bir kasallikni tashuvchi gen bo'lishi mumkin va o'sha ham boyaga aytganimizdek kasallik
yashirin holda nasldan naslga o'tishi mumkin. Ya'ni resessiv holatda deyiladi. Yashirin holda, ya'ni yuzaga chiqmagan holda nasldan naslga o'tyapti.